yerga kirgandagi qilayotgan ishlarimizni eslatib beraman sizlarga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qachoniki umra qilmoqchi bo'lsalar, mana shu miqotga kirar ekanlar. Ana shu yerga kirib, 2 rakat nafl o'qib, niyat chetdan qilar ekanlar. Allohumma inni uridul umrata fayassirha li va taqabbalha minni duoni mana shu yerda aytiladi. Ma'nosi: ey Robbim, niyat qildim umra amalini qilmoqlikni, menga uni oson qilgin va mendan uni qabul aylagin. Allohu akbar deb ana shu daqiqadan ihrom niyatiga hisoblanar ekan. Mana biz ham erkaklar hozir erkaklar tomon masjidga kiramiz, ayollarning xonaqosiga kirasizlar. Kiriboq 2 rakat tahiyatul masjid, 2 rakat nafl o'qiymiz. Bilganlar birinchi rakatga zam suraga qul ya ayyuhal kafirun, ikkinchisiga qul huvallohu ahad. Kim buni bilmasa bilganini o'qirsin. Kimdir inna atoyna val asr yaxshi yodlagan bo'lsa, u ham bo'laveradi. Ana shu hozir shuni qilamiz. Shu duolar namoz o'qib, ana shu daqiqadan boshlab biz muhrim hisoblanamiz. Ya'ni ihromga kirdik, qasd qildik, umra amalini qilishlikni. Ana endi shu soatgacha bizga ruxsat, mumkin bo'lib turgan narsalar endi bizga man qilinadi. To umrani qilib olgunimizgacha ular xushbo'yliklar, mushku ambar sepaydigani ham, surtaygani ham, sovun, shampun, hidi bor salfetka, soch soqol olmaymiz erkaklar, boshimizni qattiq qashlamaylik, birorta tukan to'kilmasligi kerak. Shunga ayollar shu endi pardoz to'xtaladi. Hozir niyatgacha ruxsat, niyatdan keyin hamma yoq to'xtaladi. Ko'plab turgan shoxni ham sindirib qo'ymaymiz yo'llarda. Bir ovchiga mul ko'rsatmaymiz. Ana yaxshi bir quyon bor yo bir yaxshi narsa bor o'lchagida aytib bo'lmaydi. Shunga sabablik bo'ladi, u otsa. Shuning uchun tilimizni ham tiyamiz ekan. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda aytadi: "Estaizu billah va atimmul hajja val umrata lillah" deyapti. Bu Xudoning talabi. Agar sizlar deyapti, haj yoki umra ibodatini qilmoqchi bo'lsalaringiz, ana uni mukammal, benuqson, bexato bajar deyapti. Yani Xudoning talabi ekan. Shuning uchun umramiz benuqson, mukammal bo'lishini xohlasak, albatta mana shu aytilgan nasihatlarga ana amal qilaylik ekan. Kimiki agar katta bir nuqson xato qilib qo'ysa, qo'y bilan uni jarimasi o'tirar ekan. Qon chiqaradi. Yengilroqlar bo'lsa, ana 7 kilo xurmoni oladi, mayizni oladi, to'lash kerak. Meni pulim yo'q edi, uyga borib qilib olaman, o'tmaydi, shetda qilish kerak. Shuning uchun hushyor bo'laylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Man hajja lillah va lam yarfus va lam yafsuq, raja'a ka yawmi waladathu ummuhu" deganlar. Kim deyaptilar, hajni yoki umra ibodatini qasd qilsa, niyat qilsa, tilini tiysin ekan. Har xil fahsh, buzuq, uyat so'zlarni gapirmasin ekan. Biror kishi bilan mujodala, munozara qilmasin ekan, bahslashlik. Va gunoh, fisq, fujur ishlarga ham ruju qilmasin ekan. Agar shunday qilsa deyaptilar, qaytadi uyiga, go'yoki onadan yangi tug'ilgan go'dak kabi deyaptilar. Ana haj, umra ibodati bizlarni gunohdan begunoh qo'yar ekan. Ana go'dak qanday beg'ubor, begunoh bo'lsa, ana shu holatda ang bo'lib qolasizlar deyilyapti. Shuning uchun muhtaram birodarlar, hozir mana niyatga kirganimizdan keyin biror bir kishi qattiq tilimiz bilan aziyat bermaylik. Chunki payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi" deyaptilar. Bir musulmon boshqa bir musulmon birodariga qo'li bilan ham, tili bilan ham aziyat, ozor bermasin deyaptilar. Shuning uchun ibodat qilishlik bilan barobarda tilimizni ham ana saqlaylik ekan.
gunohdan, birov bilan urushlikdan, so'kinishlikdan ana tilimizni inshaalloh saqlaylik. Agar shunday qilsak, ana aynan payg'ambarimiz aytgandek, Alloh taolo talab qilganidek, qabul va maqbul bo'lgan umra ibodatini inshaalloh bajaramiz ekan. Ana shunga hushyor bo'laylik. Hozir mana yaqin qolyapti inshaalloh. Bu yerda ko'rdilarini hozir hamma mehmonxonadagi Makkaga boruvchilar mana shu yerga keladi. Kim shu yerga kirmasdan, ehromga kirmasdan to'g'ri Makkaga, to'g'ri o'zi libosda bo'lsa, qo'yinga jarima tushayotgan. Shuning uchun jamiki hojilar, umrachilar mana shu yerga kirib niyat qiladi. Bilib oldiga keyingi kelishlaringa dars bo'ldi bu. Xudo xolasa hajga kelsalaring qiynalmaslar. İnşallah bu yerda